Hammaga salom, Ruxsora vlog kanalimga xush kelibsizlar. Bugun San Fransiskoga boraman va sizlar uchun vlog olishga qaror qildim. Aytgancha Instagramimga podpiska tashlashni unutmang. Bu yerda har xil rasmlar, videolar ko'rib tursanglar bo'ladi. Juda ham ko'plar Kaliforniyada men San Fransiskoda yashaydi bo'lishar ekan. Men San Fransiskoda yashamayman. Men San Fransiskodan где-то 150 kilometr uzoqdagi shaharda yashayman. Bu degani meni uyimdan San Fransiskogacha где-то 2 soatlik yo'l. Xullas, bugungi vlogimiz San Fransiskoda bo'ladi. Cho'zib o'tirmasdan ketdik. Hours later. Xullas biz 2 soat deganda yetib keldik. Biz yana dal shu tepaga chiqishimiz kerak. Oxir oqibat yetib keldik. Ana nari tarafda San Fransisko downtown. Biz San Fransiskoning bu tarafida turibmiz. Golden Gate deyshadi-yu, lekin qizil rangda, umuman golden rang emas. No, krasivo. Mamaga ham bunaqalar taqib ketishibdi, irim-sirim qilib, tiqilib yotibdi, mana shunaqalar asli taqishibdi. Biz xullas Golden Gate'dan rasmlarga tushib chiqdik. Mana. Вообще sib ketdik o'zi ham. Endi dalish ketamiz. You can easily gamble your life away, second after second and a day by day. You play the game or you walk away. It's a new turn on a blue day and a cool deal of life for me, and it's so good. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Mana mamaga Apple Pay qiling. Approved dot. Nima yapti? Parkovka Ana chiqdi-yu. print receipt. 2 soatga $6 to'ladi. Mana shu yerda parkovka qilish uchun. Biz o'yna antan turib rasmga tushdik. Endi bu tarafiga o'tdik. Golden Gate'da. Shunda okeanning oldiga. Bu yerda plyaj bor. San Fransisko'niki. Mana bu yerda downtown. Ana o'rtadagi ostrovda esa Alcatraz. Bilmaganlar uchun aytib ketaman. Alcatraz bu shunaqa orol, u yoqda qamoqxona bo'lgan. Hozirgi kunda qamoqxonani yopishgan. Xullas, men Golden Gate oldida o'tiribman. Mashitga yozda keluvdik, iyul oyida o'rtasida kelgandik. Shunaqa sovuq edi, prosta plyajda hech kim cho'milmayapti. Bu plyaj-ku, plyajda hech kim cho'milmayapti. Shunaqa sovuq, odamlar shapka, kurtkalar deydi. Biz endi yozga kimni kelib anaqa muzlab qoluvdik. Keyingi kelishimizda avgustda menimcha yana issiq kiyimlarda keluvdik. Hozir noyabr 10-chislosi va bu yerda havo ochiq juda ham. Boya obedda prям avto chiqib isitib boya futbolkada yurdim. Endi kun ozgina shamol bo'lyapti, baribir okeanning oldida shamol bo'ladi, lekin baribir issiq. Odamlar ham yoqda shortsilarda yurishibdi, ani terrasa cho'milishyapti. San Fransiskoda yashaydigan tanishimdan so'rasam, ular bo'yicha San Fransiskoda yoz sovuq bo'lar ekan. Naborot kuzda qishda bularda issiqroq bo'lar ekan havo. Plus teskarisi ekanda. I don't see no one but you, girl.
joyimizga esa ozgina qorong'iroq tushganda yo'lga tushdik, chunki imminni kechqurun yo juda ham chiroyli ko'rinadi. Bizda уже qorong'i bo'ldi va biza keyingi lokatsiyamizga ham yetib keldik. Bu joy Palace of Fine Arts deb aytiladi, San Fransiskodagi eng chiroyli joylardan biri. Xullas bu unchalik katta joy emas. Mana shu va mana shu dumaloq ko'rib oldik. Endi ketdik. Hozir Chinatownga boramiz deymiz. Downtowni bor, yonida Chinatown shu yerga. You know how we do it. West side, coming from the west side. Nothing but the west side. West side, coming from the west side. Nothing but the west side. Biza keyingi lokatsiya Chinatownga ham yetib keldik. Amerikaning juda ham ko'p shtatlarida va juda ham ko'p shaharlarida Chinatown degan alohida rayoncha bo'ladi va bu rayonda siz asosan o'sha Chinese, ya'ni xitoyliklarning narsalari, restoranlari, kiyimlari va shunga o'xshash boshqacha narsalarni topsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda chiqqan o'sha Labubu har bitta magazinda sotilar ekan bu yerda. Chinatown asosan turistlar keladigan, chet elliklar kelganda aylanadigan joy qilib hisoblanadi. O'shaning uchun bu yerda shunaqa xitoyliklarning narsalari sotiladigan magazinlar juda ham ko'p. Bu yerda magazinlarda sotilayotgan hamma narsalar Made in China deb yozilgan, ya'ni hammasi Xitoyda chiqarilgan narsalar va hattoki magazinni sotuvchisi, magazinning egalari hammasi xitoyliklar. Chinatown bo'ylab ko'chalarning hammasini shunaqa qizil narsalar bilan yasatib chiqishgan. Ko'chadagi hamma magazinlar, restoranlar va shunga o'xshash narsalar hammasi Xitoy tilida nomlangan va tagida yoki yonida u ingliz tilida nima ma'noni bildirishini ham yozib qo'yishgan. Men bu yerda yurganimda xuddi o'zimni Xitoyga tushib qolgandek his qildim, chunki bu yerdagi kiyim do'konlari ham hammasi o'sha xitoyliklarning kiyimlari bilan to'lib ketgan. Mana qaranglar. Bu yerda xitoyliklarning milliy kiyimlari sotilar ekan. Qaranglar. Xuddi Xitoy magazinlariga tushib qolganga o'xshayman. Hamma narsa Xitoylik. Unda qo'l qimillab turadigan xitoyliklarni mushugi bor-ku. Shu kinolarda ham ko'raman. Hammasi qimillab turar ekan. Bunaqa bosh qimillar ekan, bir xillarning qo'li qimillar ekan, mana buni ham boshi. Buni yilbig'ich qimillar ekan. Shunda xitoyliklar mana shunaqa cute narsalarni yaxshi ko'rishadi. Soat 6:30 bo'lishiga qaramasdan juda ham ko'p magazinlar uje yopilib bo'lgandi. Mana misol uchun bunisi orqamda ham 3-4 ta magazinlarni juda ham ko'p yopilgan. Restoranmi, magazinlarmi, kiyim magazinmi farqi yo'q. Bilmayman, unaqa magazinlar asosan kechgacha ochiq bo'lardi, lekin bu yerda yopilibdi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, San Fransiskoni o'zini downtown, ya'ni Chinatown emas, o'zini sentri, bu yer juda ham boshqacha. Mana bu o'ng qo'lda esa Chinatown davom etyapti. Ikki xil shaharga o'xshaydi, lekin bu hammasi San Fransiskoda. Va San Fransiskoning qiziq faktlaridan biri bu shahar tepalikka va pastlikka ko'chalari juda ham ko'p. Bu yerda tepalikka ketishayotgan bo'lsa, bu yerda pastlikka ketishyapti.
Shu bilan San-Fransiskodagi kunimiz ham tugadi va vlogimni ham o'z nihoyasiga yetkazaman. Videom yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska tashlashni unutmang.